Darhaqiqat O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasi mamlakatimiz taraqqiyotining yaqin istiqboldagi strategik yo'nalishlarini belgilab berdi. Qator telekanallar hamda davlatimiz rahbarining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari orqali jonli efirda to'g'ridan-to'g'ri namoyish etilgan ushbu murojaatnoma xalqaro ekspertlar va keng jamoatchilik vakillari tomonidan yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lidagi tub islohotlarni yangi bosqichga ko'taradigan muhim voqea sifatida e'tirof etilmoqda. Qayta chin yuragimdan ta'kidlagim keladiki, hurmatli prezidentimizni parlamentga va xalqimizga qilgan murojaatlari chin ma'noda o'zlari qayta ta'kidlaganlari kabi mamlakatimizni ham sarhisobi bo'ldi. Ham keyingi faqat 2026-yil emas, balki keyingi uzoq yillarga mo'ljallangan nihoyatda katta tashlanadigan qadamlarimizning rejalari va yo'l xaritalarini o'zlari aytdilar, ko'rsatdilar, belgiladilar. Endi bu yog'ini ijrosini ta'minlash masalasiga oq yo'l tiladilar. Juda uzoq vaqtdan buyon kutayotgan edim. Qani bu yil nimalar bizning rejamizda turibdi, nimalarni biz qilmoqchi bo'layapmiz, prezidentimizning orzu-umidlarida qanaqangi yo'nalishlar bor degan qiziqish bu hamma qatori meni ham juda qattiq qiziqtirib kelayotgan. Endi bugun men o'zim o'ylaganimdan, o'zim kutganimdan bir necha 100 barobar ko'p rejalarni, ko'p tashlanayotgan qadamlarni oldim. Muhim qonunlarni tayyorlashga bo'lgan topshiriqlar va undan tashqari parlamentning o'ziga ham nihoyatda ko'plab imtiyozlar, ya'ni imtiyozlar emas, vazifalar qo'yilganligi. Qonunlarni yaratishda va hukumatning ko'p vazifalarini olib parlamentga qo'yilayotgani. Chet eldan keladigan investitsiyalarni nazoratlarigacha parlamentni ixtiyoriga o'tkazish haqidagi gaplar bu juda kichkina gaplar emas. Bugungi murojaatnoma inqilobiy murojaatnoma bo'ldi. Nima uchun desangiz, birinchidan mana shu O'zbekistonning 9 yillik bosib o'tgan ishlarning sarhisobi berildi. Bu ham O'zbekiston darajasida, ham mintaqamiz, ham jahon miqyosida va ikkinchisi oldimizda turgan 5 yillikning ustuvor 6 ta yo'nalishi tahlil qilindi raqamlar bilan. Oldinga qo'yilgan marralarning ko'rsatkichlari bilan muhokama qilib berildi. Provard natijada bir yakuni sifatida aytiladiki, O'zbekiston 2030 strategiyamizni yangilash vaqti keldi. Uni bir yangi hozirgi kun talablariga moslab qaytadan ishlab chiqarish va davlat dasturini qilish bo'ldi. Yana bitta narsa, bu mana shu global miqyosdagi inqilobiy yangi O'zbekistonni dunyodagi o'rnini, ovozini, nufuzini, xalqaro obro'sini ko'taradigan. Aytdilarki, bizni jahon hamjamiyati mehnatimiz tufayli tan olishga majbur bo'lyapti dedilar. Mana bu murojaatnoma ham mana shu prezidentimizning haqiqatan ham xalqchil, dono, uzoqni ko'zda tutgan, qiyinchiliklardan qo'rqmasdan O'zbekistonning manfaatlarini zabardastlik bilan himoya qilinayotgan davlat rahbarining murojaatnomasi bo'ldi. Endi aytardimki, O'zbekistonni bilmoqchi bo'lgan odam O'zbekistonning mahallasini bilish kerak. Bu mahalla, yana aytdilarki, bu bizni g'urur dedilar. Bu milliy g'ururimizni, o'zligimizni ko'rsatuvchi. Shuning uchun ham men juda ham hayajondaman va aytardimki, men hozir birinchi taassurotlarim, birinchi mulohazalarim, biz butun O'zbekiston xalqi bugungi muhtaram prezidentimizni yana bir marta navbatdagi tarixiy murojaatnomasiga guvoh bo'ldik. Этот год был очень успешным для российско-узбекистанских отношений. Joriy yil Rossiya-O'zbekiston munosabatlari uchun juda muvaffaqiyatli, mazmunan boy va sermahsul yil bo'ldi. Davlat rahbarlarimiz Vladimir Vladimirovich va Shavkat Miromonovich o'rtasidagi uchrashuvlar, iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyasining samarali faoliyati bunga yaqqol misoldir. Oldimizda har ikki mamlakat uchun juda qiziqarli, istiqbolli va foydali bo'lgan loyihalarni amalga oshirish vazifasi turibdi. Shavkat Miromonovichning faoliyatini kuzatar ekanman, uning har bir tadbirdan keng ko'lamli, murakkab va kelajakka qaratilgan tashabbuslarni ilgari surish qobiliyati meni chinakam hayratga soladi. Bu katta hurmatga loyiq. Menimcha aynan shu tashabbuslarga tayangan holda biz turli sohalarda hamkorligimizni yanada kengaytirib, mustahkamlab boramiz. Shavkat Miromonovich tomonidan turli yo'nalishlarda ilgari surilayotgan ushbu tashabbuslarni biz juda yuqori baholaymiz. Albatta, mamlakatlarimiz o'rtasida yaxshi munosabatlar anchadan beri mavjud, biroq so'nggi bir necha oy ichida ular yanada mustahkamlandi. Ma'lumki, prezident Donald Tramp va prezident Shavkat
Mirziyoyev 2 marta uchrashdi. Shuningdek, ular o'rtasida 2 marta telefon orqali muloqot ham bo'lib o'tdi. Oxirgisi esa aynan shu haftada bo'ldi. Menimcha, hozir juda muhim davr. Bizni birlashtirib turuvchi umumiy maqsadlar juda ko'p. Shu munosabat bilan ushbu imkoniyatdan foydalanib, janob prezidentga do'stona munosabati va hamkorligi uchun samimiy minnatdorlik bildirgim keladi. Biz mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlarni juda qadrlaymiz. So'nggi 8 yil davomida O'zbekistonda sodir bo'lgan o'zgarishlarga nazar tashlasak, buni hech qanday mubolag'asiz mo'jiza deb atash mumkin. Turli sohalarda yildan-yilga barqaror o'sish kuzatilmoqda. Bugun O'zbekiston yuqori o'sish sur'atlari va mahalliy kompaniyalarda joriy etilayotgan innovatsiyalar tufayli AQSh biznesi uchun eng katta salohiyatga ega bozorlardan biri hisoblanadi. Ilgari prezident Shavkat Mirziyoyevning chiqishlarida ishtirok etish baxtiga muyassar bo'lganman. Shuningdek, men o'zbek tilini o'rganyapman. Bu orqali o'zbekistonliklarni yanada yaxshiroq tushunishni istayman. Bunday yuqori darajadagi tadbirda shaxsan ishtirok etish men uchun katta sharaf. Ko'rsatilgan ishonch uchun esa chuqur minnatdorchilik bildiraman. Murojaatnomada juda ham ko'p o'sha jamiyatimizga taalluqli masalalar ko'tarildi. Ayniqsa mahallaga bo'lgan e'tiborni kuchayishi, shu nuqtai nazardan ta'limga e'tibor. Prezidentimizni hech bir yig'ilishlari yoki biror bir masalaga bag'ishlangan bir uchrashuvlari yoki ta'lim ko'tarilmagan bo'lsa, har doim ta'lim, muallim deydilar. Bugun ham bolalarimizni o'sha yoshlikdan boshlab kasbga yo'naltirish bo'yicha alohida topshiriqlar berdilar. Biz albatta bu ishlarni boshlaganmiz. O'sha bog'chalarimizdan kasbga yo'naltirilgan ta'limni o'sha o'yinga asoslangan ta'lim asosida boshlaganmiz. Mana bugun alohida ta'kidlab o'tdilar, 7-sinfdan boshlab bolalarimizni o'sha kasbga yo'naltirishlarni mukammal tarzda tashkil etish bo'yicha albatta bu borada qator kasb bo'yicha maktablarda to'garaklarimiz bor. Ularni faoliyatini oshirish, takomillashtirish bo'yicha ham oldimizga juda ham katta vazifalar qo'yildi. O'zim uchun ham qator vazifalarni bugun belgilab oldim. Muhtaram prezidentimiz tomonidan har bir qabul qilingan farmonlar, qarorlar va chiqishlari har bir hududni, jumladan Buxoro viloyatini ham islohotlarni amalga oshirishda dastur amal bo'lib xizmat qilyapti. O'tib borayotgan yilga misol qiladigan bo'lsak, Buxoro viloyatida yalpi hududiy mahsulotning o'sish darajasi 106,7% ni tashkil qildi va kambag'allik, ishsizlik darajalari 3% dan kam bo'lishi kutilyapti va investitsion loyihalar, ijtimoiy sohadagi islohotlar bugungi kunda xalqni rozi qilish borasidagi islohotlar o'zini samarasini beryapti. Muhtaram prezidentimizning bugungi murojaatlaridan ham kelib chiqqan holda biz oldimizga shunday maqsadlarni qo'ydikki, avvalambor mana shu murojaatnomada qo'yilgan vazifalarni so'zsiz ijrosini Buxoro viloyati bo'yicha bajarish. Bu vazifalar avvalambor xalqimizni hayot farovonligini yanada yaxshilashga qaratilgan. Islohotlarni uzviy davomiy sifatida qarab, aynan mana shu islohotlar har bir mahalla, har bir buxorolikni xonadonigacha kirib borish bo'yicha biz tizimli ishlarni tashkil qilamiz. Hurmatli prezidentimizning bugungi murojaatlarida biror bir soha qolmadiki, qamrab olinmagan. Aynan mana shu bugungi berilgan yo'nalishlardan, vazifalardan kelib chiqqan holda biz Buxoro viloyatida ham tizimli ishlarni tashkil qilamiz va murojaatnomada qo'yilgan barcha vazifalarni ijrosi viloyatimiz bo'yicha so'zsiz ta'minlanadi. Yil nomi bu mamlakatimizdagi yangi O'zbekistonni boshlanganini birinchi kundagi boshlagan islohotlarimizni keyingi bosqichi deb o'ylayman men. Ya'ni bu mahalla tizimi orqali xalqimizni muammolarini hal qilish, aholini hayotdan rozi qilish, aholini hayotda munosib o'rnini egallashiga hissa qo'shish uchun yaratilgan tizimni keyingi bosqichi deb o'ylayman. Shuning uchun bu bizga shaxsan menga juda katta mas'uliyat yuklaydi. Biza mana shu nafaqat 7 balki mamlakatimizda barcha vazirlik, idora tashkilotlar, hokimliklar bilan birgalikda mana shu bugun qo'yilgan vazifalarni albatta bajarib xalqimizga sadoqat bilan xizmat qilsakkina ertaga yil nomiga mos ishlagan bo'lamiz. Prezidentimiz shunaqa masalalarni aytdilarki, birinchi navbatda aholini ichimlik suv bilan ta'minlashdan tortib yo'l olib kirish, yashil makonni tashkil qilish, mahallalarda bog'larni tashkil qilish. Yana bitta yangi tashabbus bo'ldiki, har bitta mahallani ko'chalarida suv, ariqlarda suv aylantirishga ajratilgan mablag'lar bu prezidentimiz tomonidan berilgan mablag'lar. Endi buni ijrosini ta'minlash nafaqat mahalla 7-ligi, butun xalqimiz bilan birgalikda qiladigan ishlarimiz. Men o'ylaymanki, bu albatta o'z natijasini beradi. Raqamli
mahalla platformasida 50 dan ortiq vazirlikda 100 dan ortiq vazifalari integratsiya qilingan. To'g'risini aytishimiz kerak, hali bu o'zini to'liq rivojlanib ketgani yo'q, lekin 2026-yil 1-yanvarda mana hurmatli prezidentimiz bugun bergan topshiriqlar asosida mana shu raqamli mahalla platformasi orqali juda katta tizim o'z natijasini beradi. Hurmatli prezidentimiz mana bosqichma-bosqich hamma sohalarni isloh qilib kelyaptilar. Mana oldingi yillari ko'proq yoshlarimizni ta'limiga juda ham ko'p mablag'lar ajratilib, u bugungi kunda mana natijalarini berib, 2025-yilda xalqaro fan olimpiadalari g'oliblarining o'ziga 15 milliardga yaqin pul mukofotlari ajratilib, sport sohasidagi yoshlarimiz Osiyoda, dunyoda birinchilikni qo'lga kiritib kelayotganliklari bu shunaqangi yangi impuls berdiki, prezidentimiz yangi bosqichni boshlab berdilar. Endi yoshlarni o'zi ham yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish orqali, venture fondlar orqali yoshlarni startap g'oyalarini davlat byudjeti hisobidan ularga mana 5 milliard so'mgacha subsidiya ajratish orqali endi yoshlar ham davlat bilan yelkadosh bo'lib, qo'shimcha qiymat yaratib, ish o'rinlari yaratuvchi, o'zlarining tengdoshlarini ish bilan ta'minlovchi bir davlatning ko'makchisi bo'lgan qatlamga o'tishi meni juda ham ruhlantirdi. Hurmatli prezidentimiz endi mana mahalliy byudjetga ham mablag'larni kengaytirib, yangi mahalla infratuzilmasini yana ham rivojlantirish uchun juda katta mablag'lar ajratib va eng muhimi o'sha yili nomini e'lon qilganlarida meni zavqimga yana ham zavq, shijoat qo'shildi, chunki mahallani yettiligi bugun haqiqatdan ham yoshlarning hayotini ijobiy tomonga o'zgartiradigan muhim institut bo'ldi va 2026-yilga mahalla institutiga yanada katta e'tibor qaratilib, mahalladagi yoshlar yetakchilari ham yana ham katta bir shijoat bilan, yana ham katta ishonch bilan, g'ayrat bilan prezidentimizga, xalqimizga sadoqatli xizmat qilishlariga juda ham muhim turtki deb hisoblayman. Muhtaram prezidentimiz xalqimizga, deputatlarga qilgan murojaatida keyingi yildagi rivojlanish bosqichimizda alohida ko'rsatdi. Navoiy metallurg kombinatini ham keyingi yilga rivojlanish dasturini aytib berdi, vazifalar oldimizga qo'ydi. Mana shu Muruntov konini yanada rivojlantirish, kumush loyihalarini amalga oshirish masalalarini oldimizga qo'ydi. Biz mana shu muhtaram prezidentimizning oldimizga qo'ygan vazifamizni jamoamiz bilan birgalikda hech og'ishmasdan bugungi kunda qo'limizda bor bizlarda hamma loyihalarimiz keyingi yilga mana shu ishni boshlab yuboramiz va aytgan vaqtlarda uddasidan chiqamiz. Muhtaram prezidentimiz mana shu hozir aytdi, kasb rivojlantirish, texnikumlarni keyingi yilga rivojlantirish degan masalani oldinga qo'ydi. Bu juda ham ayni haqiqat bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan bittasi. Mana shu hozir tog'kon sanoatida ishlayotgan xodimlarimizga hammasiga bu juda qo'l keladi deb o'ylayman. Undan tashqari Navoiy metallurg kombinatida Navoiy shahrida ishlayotgan Tog'kon universiteti, Toshkentdagi Texnika davlat universitetidagi tayyorlanayotgan mutaxassislar, injener texnik xodimlar chiqarsa, mana hozir prezidentimizning o'zi oldinga surayotgan kasb tayyorlaydigan texnikumlarni rivojlantirish, bu bizda ishchi xodimlar tayyorlab berishga juda katta qo'l keladi deb o'ylayman. Ushbu murojaatnomada biznesga texnologiya kirgizish, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, ularni yuqori qiymatli mahsulotlar chiqarishga rag'batlantirish sohalariga katta e'tibor berildi. Biz bundan albatta mamnunmiz. Haqiqatdan islohotlarni bardavom barqaror bo'lishida prezidentimizning irodalari, shijoatlari bizani juda rag'batlantirdi. Jumladan hozir aytilgandek biznes rivojlanishiga, umuman olganda faqat bir sohada, ya'ni o'rta biznes, kichik biznesni rivojlantirishiga 140 trillion pul ajratilishi, ular bu men o'ylaymanki juda ham yuqori turtki. Bizda xalqimiz tadbirkor, lekin shu orada eng davlat tomonidan rag'batlantirilayotgan tarafi bu kichik tadbirkorlikni o'rtani yirik tadbirkorlikka o'tkazish. Mana shu jarayonni qo'llab-quvvatlanishi men uchun juda ham bir yorqin belgi va umid, ishonch biznesimizga va umuman olganda O'zbekiston iqtisodiyoti jadal rivojlanadi kelasi yillarda ham. Meni nazarimda tom ma'noda tarixiy bir murojaat bo'ldi. Yangi O'zbekiston taraqqiyotini belgilab berish yo'lida asosiy yo'nalishlarga to'xtalindi va ijtimoiy sohaga ham alohida urg'u berib o'tildi. Jumladan ta'lim sohasiga, kasbiy ta'limni rivojlantirish bo'yicha barcha hududlarda kasbga o'rgatadigan texnikumlarni joriy etish, ularda
kasbiy malakalarni amalga oshirish bo'yicha o'qiydigan talabalarni qo'llab-quvvatlash, ularga hattoki stipendiyalar berish, iqtidorli talabalarimizga oshirilgan stipendiyalarni joriy qilish mexanizmi ham hurmatli prezidentimiz tomonidan ko'rsatib o'tildi. Men o'ylaymanki, bu yurtimizda malakali mutaxassislarni tayyorlashni yangi bosqichini boshlab beradi. Shu bilan birgalikda oliy ta'lim muassasalarida shu jamg'arilgan mablag'ni 10% ni inkubatsiya markazlariga jalb etilishi va har bir oliy ta'lim muassasalarida inkubatsiya markazlarini tashkil etilishi bu men nazarimda O'zbekiston kelajagi uchun zarur bo'lgan startap loyihalarni, turli xil ilmiy, amaliy, innovatsion loyihalarni ishlab chiqarishda va ularni joriy etilishida muhim bir qadam bo'lib hisoblanadi. Shu bilan birgalikda tibbiyotda, amaliy tibbiyotda infeksion bo'lmagan kasalliklarni oldini olish, ularni vaksinatsiya yo'li bilan bartaraf etish, infeksion kasalliklarni jilovlash va infeksion bo'lmagan kasalliklarni asoratlanishini oldini olish bo'yicha muhim bir yo'nalishlarni hurmatli prezidentimiz murojaatlarida ko'rsatib berdilar. Xalqimizga tibbiyotni xalqchil tizim sifatida shakllantirib, yanada yaqinlashtirish bo'yicha bir qancha tavsiyalar, ko'rsatmalar berib o'tildi. Men o'ylaymanki, 2026-yil xalqimiz salomatligini muhofaza qilishda, ta'lim tizimini rivojlantirishda, tibbiy ta'limni rivojlantirishda muhim bir tarixiy yil bo'lib bizga kirib keladi. Prezidentimizning xalqimizga qilgan murojaati ko'nglimizni cheksiz faxr iftixorga to'ldirdi. Yuragimizga yorug'lik olib kirdi. Ayniqsa ularning bir fikrlari millat ayoli sifatida meni ruhlantirdi. Jamiyatda, dedi prezidentimiz, hech bir ayol, hech bir yosh avlod, farzand bu yolg'iz emas. Jamiyatdagi ayolning muammosi bu o'zining muammosi emas, bu davlatning, xalqning, butun bir mamlakatning muammosi, mamlakatning dardi degani bu bizni qalbimizdagi tuyg'ularni, orzu maqsadlarimizni prezidentimiz, butun bir mamlakat ko'rib turganligidan dalolatda. Demak, ayol baxtli yurtda, farzandlar baxtli yurtda butun mamlakatda rivojlanish bo'ladi. 2026-yilda prezidentimiz ta'biri bilan aytganda har bir maktab kutubxonasiga 10 mingdan ortiq badiiy adabiyotlar taqdim etilishi aytib o'tildi. Bu nima degani? Bu biz ziyolilar oldiga, shoir, yozuvchilar oldiga yana ham katta maqsadlar qo'yishimiz kerakligi. 10 minglab kitobning maktab kutubxonasiga kirib borishi, farzandlarimizni qo'liga yetib borishi bu juda ham katta natija. Demak, 2026-yil tom ma'noda ijtimoiy yuksalish yili bo'ladi. Hurmatli prezidentimizning keyingi vaqtlarida teqqina O'zbekistonning rivojlanish yo'lida olib borayotgan жұмыстарын aytadigan bo'lsak, G'uzar Buxoro, Nukus Beynev yo'llari, sonымен birgalikda 240 kilometrga asfalt beton qaplama yo'llar bo'lатын bo'lsa, keyingi vaqtlarda men eslatib atgan shu yo'lning 4 yil beruni yeli qala atrofidagi yo'llar jumaqlау, sonымен birgalikda bu yo'lning bарлығы жақын араның ішінде Nukus қаласына жетіп келетіні, сондай-ақ бүгінгі күнде Қарақалпақстан Республикасына тез жүріп пойыз жеткізу мақсатында Қарақалпақстанда электрлендіріп жатқан жұмыстарды айтатын болсақ, bir sahaya barmaydı, özgürse etkilemez. Жаңадан құрылған имараттар, жаңадан құрылған мәхкеме карханалардың жайлары, мектептердің құрылысы. Бұл müracaаттың текар мақсаты міне бүгінгі күнде 2025 сенген жұмыстарға сарқысап етіліп, сенген жұмыстардың нәтижесін анықтаумен біргелікте 2026 жылға айрықша этибарлар беріліп, махаллаға айрықша этибарлар айтып өтті. Текарына бүгінгі күнгі келесі 2026 жылдың өзі махалланы рivojlandыру һәм жәмиетті yükseltiş деп белгілеудің өз бұл үлкен біздің халқымызға, әсіресе махаллада әрбір инсанға халқымызға болған атвардың есебі иса бола шапынады. Hürmetli президентіміздің бүгінгі шығып сөйлеуіне мен жүзі рухландым. Бұлардың барлығымызды бүгінгі күнде тек қана қарап қалмастан халқымыздың арасына кіріп, халыққа түсіндіріп, еліміздің бұл рауажданатын әтті керек болатын болсын. Біз айтып атпыз, Өзбекстан мемлекеті рауажданған мемлекеттер қатарына шығу бойынша әрекет істемеді. Тез арада менің сенім камыл Өзбекстан алдыңғы рауажданған мемлекеттердің қатарына қосылады. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xalqimizga bo'lgan murojaatini eshitib shunaqa to'lqinlanib chiqyapman. Bu murojaatni o'zi xalqqa da'vatda, da'vat xalqni uyg'otadi. Uyg'onish davri keldi endi. O'sha prezidentning orqasidan borish, uni boshlagan yo'lidan yurish va dadil yurish payti keldi.
o'sha ma'ruzada aytilgan biz baxtning xaritasini yo'lini ochishimiz kerak degan so'zni har bir insonni qalbida jo bo'lishini istayman. Chunki har bitta inson umid bilan yashaydi. Ortida farzandi bor, shogirdi bor va davlati bor, vatani bor. Bizni butun dunyo tan olayotgan paytda bizda endi loqaydlik, bizda erinchoqlik mumkin emas. Biz yonishimiz kerak. Prezidentimiz o'sha boshlagan yo'ldan dadil borishimiz va biz endi o'zimizni ko'rsatishimiz kerak. Murojaatnomada ayniqsa menga deputat sifatida hokimiyat bilan kengashning alohida ishlashi va bu yerda murosago'ylik ketmasligi. Bu narsa albatta xalqning olib borayotgan siyosatida va uning muammosini hal qilishda yetakchi rol o'ynaydi. Deputatning roli oshadi. Albatta deputat xalqning xizmatkori, xalqning yordamchisi degan so'zlar og'zaki gap bo'lib qolgan edi-da, mana shu amalda ko'rsatish payti keldi. Bu murojaatda prezidentimiz shunday chin dilidan kuyib pishib shunday xalqimiz uchun, kelajak uchun katta bir marralar uchun harakat qilayotgani ko'rinib turibdiki, 2026-yilda nomini e'lon qildi, mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish deb yil e'lon qildi. Bu nimani bildiradi? Hamma narsa mahalladan boshlanadi. Elimiz ham, xalqimiz ham, insonlar ham, millatlar ham hamma o'z mahallada yashaydi. Mahalladagi kambag'allikni qisqartiraylik, mahalladagi yoshlarni bilimli qilaylik deb mahalladan boshlaydigan ma'nosi mana shundan iborat. Prezidentimiz yana e'tibor berdiki, o'zbek xalqining, O'zbekiston xalqining mashaqqatli qilayotgan mehnatini evaziga mana dunyo hamjamiyati bizga mana tan beryapti, bizga intilyapti. Elimizda gap bor bir. Kuchlar birlashsa, hamma narsa yengish mumkin. Mamlakatimiz bugun o'zini salohiyati bilan birgalikda dunyodagi katta davlatlar bilan birgalikda ular investitsiyani kirityapti. O'zbekiston bugungi kunda ko'p millatli mamlakat. Mana shu mamlakatimizdagi butun turli millatlar do'stligi abadiy bo'lsin dedi. Yaqin qo'shni davlatlar bilan ham hamma davlatlar bilan do'st bo'lamiz dedi. Bu juda katta gap. Shuning uchun tarixiy bir elchil, xalqchil bir murojaatnoma bo'ldi. Biz prezidentimiz bugun murojaatimizdan juda ko'p narsani oldik. Biz albatta uni nuroniy sifatida, bir oqsoqol sifatida mana joylarga borib, o'sha borganda tumanlarga boramiz, shaharga borib, maktablarga borib shularni biz yetkazamiz. Chunki bizning vazifamiz. Chunki bizdan keyin kelayotgan yosh avlodlar shuni bilish kerak.